بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث الدرس الخامس عشر. 15. ders. Endi saqlashlar bugungi darsimizda so'zlaydigan mazmunlar pillarning boblari to'g'risida. Endi biz bundan ilgari asosliqi so'zlab kelganimiz 3 harflik ya'ni pilla edi. Endi pilning umumiy boblari to'g'risida tushuncha birilish to'g'ri kelib qolsa, pil asosliqi 2 ga bo'linadi. Sulasi yoki rubai, ya'ni 3 harflik pil yoki 4 harflik pil deb. Andaki 3 harflik pil, 4 harflik pil degani qandaqdir biz talaffuz qilgan vaqtda harfning soniga qarashlik emas. Masalan, fa'ala desak bu qarasak 3 harf. Af'ala desak 4 harf. Istaf'ala desak bu 6 harf. Unda o'g'andan keyin bu qanday ayrildi desa, men yuqori degandek fa'ala, af'ala, istaf'ala deganlarga fa'laning 3 harfligiga qarab, af'alaning 4 harfligiga qarab, istaf'alaning 6 harfligiga qarab buni ya sulasi, ya rubai, ya xumasi degan olmaydi. Pilning 3 harfligi va 4 harfligi, sulasi va rubai bo'lishi shu pildagi asli harflarning soniga qaraladi. Asli harflar qaysi? Biz azaldan arab tilidagi pilga o'lcham qilib qo'yatgan fa, a, la mush 3 harf. Agar mushu fa, ayn, lam deganlar 3 tanasi kelsa pilda. Masalan, fa'dan birisi, lamdan birisi, ayndan birisi kelib qolsa, bu qancha harflik bo'ladi? 3 harflik bo'ladi. Agar mush fa, ayn, lamdan biroz ortiq kelib qolsa, mush 3 harfning ichidan biroz ortiq bo'lib qolsa, masalan, fa bir tal, ayn bir tal, lam 2 tal bo'lib qolsa, bu 4 harflik bo'ladi. Kallımızda iniq tushuncha bo'lsin, ha? Mushu fa, a, ladan bir tal fa, bir tal ayn, bir tal lam bo'lib qolsa, bu 3 harflik pil hisoblanadi. Agar fa, a, la degandan mushu fa'dan bir tal, ayndan bir tal, lamdan 2 talga o'xshash, mushu 3 harfdan 4 bo'lib qolsa, undan keyin bu 4 harflik pil bo'ladi. Demak, biz harflarning pillarninki 3 harflik pil yoki 4 harflik pilligini uningda biz talaffuz qilgan vaqtdagi soniga emas, mushu fa, ayn, lam 3 harfning soniga qaraymiz. Mushu 3 harfning ichidan biroz ortiq kelib qolsa, bu 4 harfligini, 4 harf bo'lib qolsa. Agar 3 harf 3 tallam kelib qolsa, 3 harfli bo'ladi. Endi mayli sulasi bo'lsin, mayli rubai bo'lsin, mushu har biri, ikkisidan har biri mujarrad, mazid deb 2 ga bo'linadi. Sulasi mujarrad va sulasi mazid deb. Sulasi mujarrad degan nima desak, mushu 3 dan boshqa, fa, ayn, lamdan boshqa atrofida boshqa ortiq harflar bo'lmagan fillar sulasi mujarrad bo'ladi. Sulasi mazid degancha desa, mushu fa, ayn, lamdan boshqa qo'shimcha ortiq harflar bo'lgan fil bunun bo'ladi, sulasi mazid bo'ladi. Ya'ni ortiq harflik. Masalan, af'ala desak, fa'dan birisi bor, ayndan birisi bor, lamdan birisi bor. Unda o'g'andan keyin bu 3 harflik ekan, sulasi ekan, qarab baqsak qishida hamzadan yana birisi ortiq. Bu nima ekan? Sulasi mazid. Istaf'ala desak, fa, ayn, lamdan birisi bor. Ammo beshida hamza, sin, ta deb 3 dona ortiq harf bor. Bu sulasi mazid. Nimishqa bu ortiq qarab bo'lsa, bu rubai demaymiz, chunki rubai deganda asli harfi 3 dan ortiq bo'lishi kerak. Ya'ni fa, ayn, lam 3 dan ortiq bo'lib qolsa, bu rubai bo'ladi. Ammo asli harfi 1 dan, fa, ayn, lam uchinchisi 1 dan bo'lsa, bu sulasi. Qolgan ortiq harflarni mazid deb, sulasi mazid deymiz. Endi bugungi darsda asosliq so'zlaydiganimiz sulasi mujarradninki 6 bobi. Ve sulasi mazidlardagi bir qism boblarni tunish. Ammo bugungi darsimizda sulasi mazidni o'rganmaymiz, ammo tunib yutib ketamiz. Masalan, endi biz o'rganmoqchi bo'lgan sulasi mujarradning 6 bobi. Birinchisi fa'ala yaf'uluga o'xshash. Masalan, kataba yaktubu.
İkincisi faala yef'ilu, jalasa yajlisu o'xshash. Faala, üçüncüsü faala yef'alu, zahaba yadhhabu o'xshash. Dördüncüsü faila yef'alu, shariba yashrabu o'xshash. Beşincisi faula yef'ulu, kasura yaksuru o'xshash. Oltincisi faila yef'ilu, varisa yarisuga o'xshash. Mana bu bugungi darsimiz o'rganmoqchi bo'lgan sulasi mujarratninki 6 bobi. Iniq bilib olaylik, esimizda bo'lsin. Sulasi deganimiz fa'in lamdan iborat asosiy harflari 3 o'g'ini sulasi. Fa'in lamdan iborat asosiy harflari 3 dan ortiq bo'lib qolsa bu rubai. Hamda mushu fa'in lamdan iborat bo'lgan asosiy harflari 3 bo'lib, atrofida boshqa qo'shimcha harf bo'lganlari sulasi mazid. Agar mush 3 lam harf bo'lib qolsa sulasi mujarrad. Arab tilidagi sulasi mujarrad qancha bob? 6 bob. 6 bob. Undan boshqa mushu fa'in lamda 3 dan 1 lam 3 harf bor. Ya'ni sulasi ekan, ammo atrofida ortiq harf bo'lsa bu sulasi nima bo'ladi? Mazid bo'ladi. Sulasi mazid. Masalan, saddaqa, aslama, taqabbala, istaqbala, ishtara, yashtara degandek fillarni anglab o'tib ketdik-ku. Mushlarning hammasi nima hisoblanadi? Sulasi mazid hisoblanadi. Hamda bugungi darsimizda bayatun men tilg'agan 6 dona sulasi mujarrad bobi bilan sulasi mazid bobidan fa'ala yuf'ilu bobini o'rganib ketsak bo'ladi. Fa'ala yuf'iluninki umumiy turilish ahvoli. Biz 6 bobni burungi darslarimizda turib o'tib ketib bo'lgan shu qayta turlab o'tmaymiz. Endi fa'ala yuf'iluning turilish ahvoli menda. Fa'ala madi, yuf'ilu mudari, taf'ilan masdar. Mufa'ilun ism fa'il, mufa'alun ism maf'ul, lam yufa'il fi'l jihad, la yufa'ilu fi'l nafi, fa'il buyruq bil, li yufa'il bulutsuz buyruq bil, nima? Uchinchi shaxs buyruq bil, la tufa'il bulutsuz buyruq bil qati. Deb yuqoridagidek turlasak bo'ladi. Endi biz yana bir o'qib tegishlik nuqta, biz 6 dona sulasi mujarradlarninki masdar masalasiga kelsak, burunni deb kelayotgan bularning masdari sama'iyya, ya'ni muqim o'lchimi yo'q. Biz buni o'lcham qiyos qilib turib bir-birimizni o'zimiz xalab masdar chiqara olmaymiz. Arablar nim deb chiqarsa, azalda nim deb qo'llanib kelgan bo'lsa, shu bo'yicha qo'llanib. Demak, o'lchim yo'q degan gap, o'lchamsiz. Ammo qolganlarning hammasiniki, masalan, arab tilida 22 bob bor. 6si sulasi mujarrad, 12si sulasi mazid, 1si rubai mujarrad, 3si rubai mazid. Qolgan 6 bobdan boshqa har qanday bobninki masdari o'lchimi bor, muqim o'lchimi bor. Masalan, bayatdan men fa'ala yufa'iludan qana shaklda masdar chiqardim, taf'ilun masdar chiqardim, chunki mush shaklda chiqadi. Ammo ba'zida onda-sonda 100% masdar boshqa xil chiqilgan ahvollar bor. Masalan, fa'ala yufa'iludan ba'zida taf'ilatan masdarim chiqib qoladi, ba'zida. Undan keyin yana ba'zida fi'alan shaklda chiqadi. Masalan, tarbiyat, rabba yurabbidin tarbiyatan masdar. U taf'ilatan shaklda. Undan keyin kazzaba yukazzibudan kizzaba chiqqan o'xshash onda-sonda chiqib qoladi. Undan keyin ma bayatanga taf'ilatan chiqadi deganim asosliqi naqs fillardan va fa'ala degan lamudlusda hamza bo'lgan fillarda asosan taf'ilatan o'lchimida chiqsa bo'ladi. Bu bir. Undan keyin yana birisi biz 6 bobni o'rgangan vaqtimizda fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu degandek hammasiga fil mudori zavar o'qilatdi. Ya'ni fil mudoratdagi ya mudoriyat harfi zavar o'qilatdi. Endi bundan keyingi boblarda sulasi mujarraddan boshqa boblarda 4 harfdan tuzilgan fil bo'lib qolsa, qarmoqqa o'qilmoqqa 4 harflik fil bo'lib qolsa, buningki pesh o'qiladi. 4 harflik fillarninki hammasiningki beshidagi kelgan fil mudoritlari nima o'qiladi? Zavar o'qiladi, pesh o'qiladi. Ammo 4 harfdan ortiq 5 harfli bo'lib qolsa yoki 6 harfli bo'lib qolsa, bularninki nima qiladi? Zavar o'qiladi. Masalan, af'ala yuf'iluninki yuf'ilu deb pesh o'qildi. Fa'ala yuf'iluninki yuf'ilu deb nima qildi? Pesh o'qildi. Bu bir. Agar bu 6 harf yoki 5 harf bo'lib qolsa, istaf'ala yastaf'ilu deb nima qiladi? Zavar o'qiladi. Bu nuqta oydin bo'lib ketsin. Yana bir masala.
Bugungi darsdagi yana bir o'qib olish keraklik. Shu sulasi mujarrad babid nazar sulasi mujarradni boshqa bablarga yetkilyapmiz. Azroq ba'zi masalalar o'zgaraydi. Endi biz sulasi mujarrad babida ismi zaman ism makonni maf'alun maf'ilun deb ikki xil chiqargan. Masalan, uning o'lchami bor, biz o'z vaqtida so'zlab bo'ldik ba'zilarda. Ba'zi yerda maf'alun, ba'zi billarda, ba'zi bir qism billarda maf'ilun chiqadi. Endi sulasi mujarradning g'ayridan ism makan chiqmaydi. Ishiltish to'g'ri qilib qolsin, nima chiqaramizda? Ism maf'ul ham ism zaman ism makan ma'nosida, ham ism maf'ul ma'nosida ishlatiladi. Masalan, salla yusalli namoz o'qidi degan ma'no bo'lib qolsa, buni ism maf'ul, ism zaman ism makan chiqarmoqchi bo'lsak, namoz o'qidigan o'rin degan chiqarmoqchi bo'lsak, nima deb chiqaramiz? Musalla deb chiqaramiz. Yig'inchoqlasak, sulasi mujarradning g'ayri boblaridan ism zaman ism makan, ism maf'ul shakldan ham tangda shakl chiqadi. Bu bugungi darsimizda so'zlamoqchi bo'lgan asosli grammatik. Endi qo'shimcha bir ishki mazmun bugungi darsimizda jamu taksirining fa'alatun o'lchimida kelgan shakllari. Masalan, talibun o'quvchi desak, buning ko'plikka tullabmi keladi, talabatun keladi. Shu talabatunni jami taksir deb tushunsak, bu jami taksir deganda o'z vaqtidagi darsda tushunib bo'lgangu deyman. Masalan, birlikning holati o'zgarmasdan jami qilinsa, bu jami tasahih bo'ladi. Ya'ni bu alif ta bilan yoki nun bilan jami qilinadi. Jami taksir deganimiz birlikning shakli o'zgarib ketib jami qilinadigan jamilar jami taksir bo'ladi. Buning aniq shakllari bir necha xil shakli bor. Bugungi darsimizda shu fa'alatun yoki fu'alun shaklida fa'alatun yoki fu'alun ikki shaklni bugungi darsimizda ko'rib o'tsak bo'ladi. Yuqoridagi mazmunlar tushunishib bo'lgan bo'lsa, men tekstni o'qib tarjima qilib tahlil qilib beraman. يا عبد السلام أهنئك بفوزك في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده. أشكرك يا دكتور، جزاك الله خيرا. يا مروان، ودع هذه النسخ على الطلبة. ما هذا الكتاب الضخم الذي معك يا دكتور؟ هذا معجم جامعي، إنه ذو فوائد متعددة. إنه يأتي بشرح واف للكلمات مع أمثلة كثيرة، ويذكر المسائل النحوية، وكذلك يحوي صورا ملونة لتوضيح معاني بعض الكلمات. في كم مجلد هو؟ في مجلدين ضخمين. من مؤلفه؟ ألفه جماعة من علماء اللغة. أحضر حامد؟ ها أنا ذا يا أستاذ. كثر غيابك هذه الأيام يا حامد. جاء أبي إلى المدينة المنورة الأسبوع الماضي، فكنت مشغولا باستقباله وخدمته وتوضيعه. مهما يكون السبب فقد فاتتك دروس مهمة. أنشغل المكيف يا دكتور؟ فقد اشتد الحرارة. لا مانع. يدخل المراقب بعد التحية. من أراد أن يشترك في مخيم الشباب فليسجل اسمه في مكتبه. يخرج. لنسمع الحديث الشريف المسجل على الشريط. يشغل المسجل. يا إبراهيم، لا تكلم زميلك وأنا تسمع. انتهى الحديث. لنسمعه مرة أخرى. يوقف المسجل. اقرأ هذا الحديث يا أسامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرأ بن حابس، فقال الأقرأ: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. أحسنت. ماذا فهمت من هذا الحديث يا أسامة؟ فهمت منه أن تقبيل الأطفال أمر حسن، وأنه يدل على الشفقة والرحمة. أحسنت يا أحمد. أحسنت يا أحمد. ما معنى قول المحدثين إن هذا حديث متفق عليه؟ معناه أن هذا الحديث رواه المحدثان الجليلان الإمام البخاري والإمام المسلم رحمهم الله في صحيحيهما
أحسنت يا دكتور، أنا حديث عهد بالإسلام، أرجو أن تعلمني كيف أصلي على الميت بكل سرور. تكبر وتقرأ سورة الفاتحة، ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر وتدعو للميت، ثم تكبر وتسلم. جزاك الله خيرا يا دكتور. يا دكتور، في أي سورة قوله تعالى وورث سليمان داود؟ هي الآية 16 من سورة النمل. يا دكتور، أرجو أن تكتب لي أسماء بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله. يا إخوان، قد حان وقت صلاة الظهر، ولما يؤذن يبدو أن المؤذن غير موجود، فليخرج أحدكم إلى المصلى وليؤذن. يا عبد السلام، أهنئك بفوزك في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده. عبد السلام، sizni Qur'oni Karimni yodlash va tajvid musobaqasida utuq qozonganligingizni tabriklayman. Yani sizning Qur'oni Karimni yodlash va tajvid musobaqasida utuq qozonganligingizni tabriklayman. Ana bu jumlada uhanniuka degani biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan fa'ala yufa'ilu babidan hanna'a yuhanniu uhanniu degan shaklda turilinib chiqadi. Ashkuruka ya doktor, jazakallohu khayran. Rahmat doktor, Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin. Ya Marwan, waddi' hazihi an-nusakha ala at-talaba. Marwan, bu nusxalarni o'quvchilarga taqdim bering. Vadda'a yuwaddi'udan chiqqan buyruq fe'l. Yani fa'ala yufa'iludan buyruq fe'l nima chiqadi? Fa'il o'lchimida chiqadi. Bu bir. Ikkinchisi nusakh biz bayatni so'zlagan fu'al o'lchimidagi jami taksir. Andigan talaba biz bayatni so'zlagan fa'ala o'lchimidagi jami taksir. Yani nusxaning ko'pligi, nusxalar, parchalar, ko'paytirilmalar. Talaba talibning ko'pligi, ya'ni o'quvchilar. ما هذا الكتاب الضخم الذي معك يا دكتور؟ دكتور، siz bilanki bu cho'ng kitob nima? هذا معجم جامعي. Bu universitetda ishlatiladigan qomus. إنه ذو فوائد متعددة. U nurg'un yoki bak foydali, meniki mutaaddida nihoyatda ko'p, bak degan ma'noda foydasi intayin ko'p yoki bak foydali. إنه يأتي بشرح واف للكلمات مع أمثلة كثيرة. O sözlerini tuluq nurgun misalını ekilişilen tuluq izahlar berdi. Yani ki ya'ti bi sharhin ikisi qo'shilib izahlaydi degan gap. Vaf degani tuluq izahlaydi. Asli arab tiliga tushib tarjima qilsak ya'ti epkiludu. Ba'ning sababi bilan sharhin wafin tuluq. Yani tuluq izohatini epkilu degan ma'no. Ammo uyg'ur tilida bunday ishlatmaydi. Bunday ishlatadi. So'zlarga nurgun misol keltirish bilan tuluq izahlaydi. Ve yazkurul mesail'en nahviyye, gramatiklik meselelerni sözleydi. Ve kezalike yahvi suvaran mulawwanan li tawdihi maani ba'dil kelimat. Shuningdek, bir qism so'zlarning ma'nosini izohlash uchun ranglik suratlarni o'z ichiga oladi. Ana shu o'rinda suvar bayatmuqi fu'al o'lchimidagi jamu taksir. Bu bir. Birisi mulawwana, ranglik. Asli lawwana yulawwinudan chiqqan mulawwanatun ism maf'ulniki muannas shakli. Li tawdihi ma'anidagi tawdih fa'ala yufa'il waddaha yuwaddihudan chiqqan masdar. Taf'il o'lchimida tawdih. Fi kalam mujalladin huwa, u qancha mujalladdan, mujallad degani qancha jildda, qancha to'plamda degan gap, ha? Mujallad fa'ala yufa'iludan chiqqan mufa'al, yani asli jild degan gap bir to'plam degan gap. To'plamga ilingan to'plam degan ma'noda. Mufa'al o'lchimisi maf'ul. Fi mujalladayn dakhmayn, cho'ng ikki to'plamda. Man muallifuhu, uning yozuvchisi kim? Muallif. Allafa yuallifun chiqqan ism fa'il, yozuvchi. Allafahu jama'atu min ulama'il lugha. Uni til ulamolaridan bir bo'lak kishilar yozgan. Allafa fa'ala o'lchimida. Ahadara Hamid. Hamid keldimi? Ha ana ya ustaz. Mana men ustaz. Kasura ghiyabuka hadhihi al-ayyam ya Hamid. Hamid, mushkullarda sizningki g'oyib bo'lishingiz degani maktabdan yo'qolib ketishingiz, maktabga kelmasligingiz ko'payib ketdi. Ana yuqoridagi
cümlelerden hamisinden biz bayattan grammatik mazmunda sözlep ötken 6 tane sulası mujarrat bildirilen birbirler taşıp çıkaylar. Yani kesure mufa'ule babıdın. Ja'a bi ilal Medinatul Munawwara al-usbu' al-madi. Dadam Medine Munawwaraga o'tgan hafta kelgan edi. Fakuntu fa shunashqa degan ma'noda. Shunashqa kuntum mashghulan bi istiqbalihi va xidmatihi va tawdi'ihi. Uni qarshalash, xizmatini qilish va uzutish munosababi bilan oldirashib qoldim. İstiqbal istaf'ala yastaf'iludan chiqqan masdar, garchi hozir o'rganmagan bo'lsaqmi, va xidmatihi xadama yaqdimudan chiqqan masdar, tawdi' vadda'a yuwaddi'udan chiqqan taf'il o'lchami. Bugungi darsimizdagi asosli maqsad shu. Tawdi' vadda'a yuwaddi'udan chiqqan masdar. Mahma yakunu sabab faqat fatatka durusun kathira. Sabab nim bo'lsin, sana nurg'un muhim darslar o'tib ketib qoldi. Dediki mahma shart vositasi yakun shart jumla faqat fatatka jazo jumlaga qad kirib edi, bunga fa kirib keldi. Anushagilul mukayyifa ya doktor faqad ishtadda al-harara. Havo tangshigishni mangdiramdoq doktor. Issiq qattiq bo'lib ketdi. Uning o'rnida mushaggil, shaggala yushaggilu bir narsa mangdirish, o't oldirish, undan keyin kompyuterga kelsa echish, qo'zg'atish degan ma'noda. Mukayyif fa'ala yufa'ilun chiqqan ism fa'il. Ya'ni kayyafa yukayyifudan chiqqan ism fa'il. Ya'ni havo tangshigich degan ma'noda. La mani' buludu. La mani' degani uning cheklimi yo'q degan ma'noda uyg'ur tilida buludu deb ishlatadi. Yadkhulul muraqib. Nazoratchi kiradi. Ba'da tahiyya salomdan keyin. Ana tahiyya degani nima? Asli hayya yuhayyidan chiqqan tahiyya. Biz bayatdan naqs pillaning keyin lamda kesal harf bo'lgan pillaning keyin fa'al masdari nima o'lchami chiqadi? Taf'ilatun o'lchami chiqadi degan to'g'ri shundami? Hayya yuhayyining masdari nima chiqadi? Tahiyyatun. Man arada yashtarika fi mukhayyam shabab falyusajjil ismahu maktabi. Kim yoshlar lagerga qatnashmoqchi bo'lsa, ismini mening ishxonamga tizimlasin. Ana shu o'rinda muhayyam, khayyama, yukhayyim aschidirtikdi, bargoh tikdi degan ma'noda. Muhayyam bargoh tikiladigan o'rin, ya'ni lager tashkillaydigan, universitetning o'quvchilari tashkillaydigan bir yozliq faoliyat. Yusajjil, sajjala yusajjiludan chiqqan 3-shaxs buyruq bil. Linasma al-hadis al-sharif al-musajjal ala sharit. Lintiga ilingan hadis sharifni lintida qo'yilayotgan lintiga ilingan hadis sharifni anglaymiz. Musajjal ism maf'ula yushaqilul musajjil. Unalg'uni, ya'ni musajjal ilingan. Endi musajjil unalg'u degan ma'noda. Unalg'uni qo'zg'atyotdi. Ya'ni qo'yiyotdi. Shaqala yushaqilu bayatni chiqqan tashqila mashg'ulot qildirish, qo'zg'atish, ishlatish degan ma'noda. Musajjil ism fa'il unalg'u degan ma'noda. Ya Ibrohim, la tukallim zamilaka wa anta tasma'. Ibrohim, sen anglab o'tib, saboqdishingga gap qilma. Kallama yukallimu la tukallim nahi hadira. Intaha al-hadith. Hadis oxirlashdi. Linasma'hu marratan ukhra. Yana bir qitim anglayli. Yuwaqqiful musajjil. Unalg'ini to'xtatadi. Waqqafa yuwaqqifu to'xtatgan degan ma'noda. Iqra hada al-hadis ya Usama. Usama, bu hadisni o'qing. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس. أبي هريرة رضي الله عنه رواية قلنا بدايدو پیغمبر عليه الصلاة والسلام حسن ابن علي رضي الله عنهما سويدي. رسول الله نقشتا أقرع بن حابس بطي. مشهدا قبل يقبل دنشقنطلا. أقرأ دي إن لي 10 من الولد. منهم 10 balamba. Ma qabbaltu minhum ahadan. Ulardan hech birini so'ymadim. Qabbala yuqabbilu. Fa nazara ilayhi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh unga qarab dedi: "Man la yarham la yurham." Rahim qilmagan odam rahim qilinmaydi. Shafaqat qilmagan odam shafaqat qilinmaydi dedi. Muttafaqun alayhi. Muttafaqun. Ahsant. Yaxshi. Maza fahimta min hadha al-hadis ya Usama? Usama, bu hadisdan nimani tushunding? فهمت منه أن تقبيل الأطفال أمر حسن وأنه يدل على شفقة والرحمة. من bu hadisdan balalarni suyishning yaxshi ish ekanligini tushundim. Va yana hadis shafaqat va mehribonlikqa
boshlaydiganligini desdan tushundim. Uni yerda taqbil qabbala yuqabbiludan chiqqan nima masdar. Ahsant, yaxshi. Ahmad, ma ma'na qawl al-muhaddisin? Inna hadha hadisun muttafaqun alayhi. Muhaddislarninki bu hadis muttafaqun alayhi hadis degan gapning ma'nosi nima? Ya'ni muhaddisin haddasa yuhaddisun chiqqan ism fa'ilning ko'pligi. Muhaddis endi hadis so'zlikda degan gap, muttafaqun alayhi. Ma'nahu uning ma'nosi أن هذا الحديث رواه المحدثان الجليلان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله في صحيحيهما. Onun ma'nosi bu hadisni ikki ulug' muhaddis İmam Buxoriy va İmam Muslim rahimahulloh o'zining ikki sahih kitobida rivoyat qildi degan gap. Ana shunda muhaddisan o'xshashlar ism fa'ilning ikkili shakli hadis va hadisdan chiqqan. Ahsant, yaxshi. Asli ahsanta yaxshi qilding, yaxshi javob berding deganman-da. Ya doktor, ana hadisu ahdin bil islam. Doktor, men islomga yangi kirdim. Hadis ahdin degani vaqti yaqin degan gap. Bil islam, islomga vaqtim yaqin. Demak, to'g'ri, yangi kirdim. Arju an tuallimani kayfa usalli ala al-mayt. Mayitqa qandoq namoz o'qiydiganligimni o'rgatib qo'yishingizni umid qilaman. Allama yuallimu chiqqan tuallimu. Andaki usalli, salla, yusalli chiqqan usalli. Bikulli surur. Sho'laqim bilan. Tukabbir va taqra'u suratul Fatiha. Takbir aytasiz Allohu akbar deb va sura Fatihani o'qiysiz. Tukabbir, kabbara yukabbiru. Ondan keyin takbir aytasiz va payg'ambar alayhisolamga durud o'qiysiz. Tukabbir va tusalli ala nabi. Kabbara yukabbiru, salla yusalli. Ma'na salla yusalli durud o'qish degan ma'noda, rahmat yo'llash durud o'qish degan ma'noda. Ondan keyin takbir aytasiz va mayit uchun duo qilasiz. Ondan keyin takbir aytasiz va tusallim. Sallama yusallimu chiqqan salom berasiz. Jazakallohu xayran ya doktor. Doktor, Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin. Ya doktor, fi ayyi suratin qawluhu ta'ala va waritha Sulaymanu Dawuda. Doktor, Alloh taolaninki va waritha Sulaymanu Dawuda degan so'zi qaysi surada? Yal ayatu 13 min suratin Naml. O sura Namldagi 16-sura. 16 oyat. Ya doktor, arju an taktuba li asma'a ba'd al-mu'allafat Shaykh al-Imam Ibn Taymiyyah. Doktor, menga Shayxul Islom Ibn Taymiyaninki bir qism asarlarining ismlarini yozib berishingizni umid qilaman. Muallafat, allafa yuallifudan chiqqan ism maf'ul muallafun, uning ko'pligi muallafat. Ya'ni asarlar yozilmalar degan ma'noda. Inshaalloh. Ya ikhwan, qad hana vaqtu salatul zuhri. Peshin namozning vaqti yaqinlashib qoldi. Valamma yu'azzan. Tahicha azan o'qilmadi. Yabdu anna al-muazzin ghayru mawjud. Qaraganda muazzin yo'qdek qilinmadi. Yu'azzan, azzana yu'azzinudan chiqqan yu'azzan majhul shakli. Muazzin ism fa'il, azzana yu'azzinudan chiqqan azan o'quvchi. Falyakhruj ahadukum ila al-musalla wal yu'azzin. Sizlarning biringlar namoz o'qiydigan o'ringa chiqib azan o'qisin. Musalla ism zaman ism makan. Biz bayatni degandek ism maf'ullar ism zaman ism makan bilan bir ma'nodash chiqadi. Wal yu'azzin uchinchi shaxs buyruq berdi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.